Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Roza. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 6. ayının 7. günü haftiga çarşamba vatandaş. Bugünkü vaziyetten aytadigan bolsak, birinchi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken aldığımızdaki haftalar aralığında Jungo'ga ziyaretke baradigan bo'ldi degan xabar. İkinci bo'lib, vatandaş hozir Ukraina bahor fasllik hujum 320 ming kishilik harbiy qo'shinni tayyorlab, o'rinlashtirib bo'ldi. Dal shunday paytda Rossiya taraf Dnepr daryosi to'smisi yoki to'g'onini portlatib, Ukraina armiyasining qaytarma hujumining oldini olmoqchi yoki kechiktirmoqchi bo'ldi. Bu bir vaziyat. Onundan Jungo Kompartiyasining hozirgi vaziyati to'g'risida vatandosh Tayvanlik bir olim, ya'ni birlashtirishni, Tayvan Jungoni birlashtirishni qo'llaydiganlar tarafdori. Shundoq bir olim debdiki, hozir Jungo 10 turli krizisning ichiga yetib keldi. Bu krizis har qanday vaqtda Jungo Kompartiyasining gumron bo'lishini keltirib chiqaradi, deydi vatandosh. Mavzu mundaq. Krizis davrida davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning bu safari muqimlashdi. Mavzuli xabar 6. ayning 7. kun Vanbet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Bloomberg agentligi 6. kuni xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken kelgusi hafta oralig'ida Jungoni ziyorat qiladi. Balki reis Xi Jinping bilan ko'rishadi. Jungoning yuqori darajalik amaldorlari bilan suhbat o'tkazadi. Vaziyat jiddiy davomlashayotganda Amerika yanada aloqa munosabatni saqlab qolmoqchi bo'layotdi Jungo bilan. Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Jungoni ziyorat qilish vaqti texi bekitilmadi deb ko'rsatdi xabardor arboblar. Agar safar haqiqiy safar bo'ladigan bo'lsa, bu safar Jungo Amerika ichki davlat munosabatini normal holatni asli keltirishdan va shu yo'lda ko'rsatgan tirishchanlikdan bir qism bo'lib qoladi deydi. Davomlashayotgan balki jiddiy harbiy to'qinish mumkinligi, jazolash xarakterlik iqtisod tadbirlari, ikki tarafning bir-birini ayblashlari, masalan, Amerika Jungo ikki davlat armiyalari xatarlik ahvolda do'qurishdi. Jungo Kompartiya armiyasi devaylab kelmoqda mavzuli xabar 6. ayning 5. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilinganda Amerika Qo'shma Shtatlar Oqsaroy bexatarlik komitetining moslashtiruvchi amaldori ham bayonotchi John Kirby mundaq dedi. Tunigun sizlarga so'zildik. Ya'ni bugun buni misol qilishga, shu so'zni iborni misol qilish to'g'ri keldi vatandosh. Kechiring bizni. Bu xabarda mundaq ko'rsatildi. Oqsaroyning bayonotchisi John Kirby muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Sharafsiz taraf shu bo'ldiki, bu dal kun sayin devaylab kelayotgan Jungoga taqobil turishning bir qismidir. Biz bu masalani bir taraf qilishga tayyorlanib qo'ydik. Uzun o'tmay odam yorilanish yuz berdi deb ko'rsatdi bayonotchi John Kirby. Demak, sen havoda aeroplanning oldin to'sding, dengizda harbiy parxodning oldin to'sding
Bu normal qatnash, hava qatnash, normal qatnash, deniz qatnaşı, xalqaro uçuq qatnash yo'llari. Sen aldığımızda dostum, demek bu meseleye taqabul turishdi deydi bayonotchi Jon Kirbi. Yaqin arada yaralanish voqealari yuz berishi mumkin. Yani Jungo'nun deveylab kelishiga taqabul turish va buni bartaraf qilish, odam yaralanish voqealari ko'rilishi mumkin deydi. Yana bir xabar vatandosh, chet elda josuslik qilish Angliya Beyjingning tartiblik bo'lishini talab qildi. Mavzuli xabar 6-oyning 6-kuni Hanbit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo garchi o'zini cho'ng davlat deb otsa, lekin odatdagi qoidalarga amal qilmay, dunyoning har qaysi joylarida josuslik bilan shug'ullanib, har qaysi davlatlarda soqchi organlarini qurib chiqdi. Xabarlarga asoslanganda Angliya hukumati Jungo Kompartiyasining Angliyada maxsus maxfiy harakat qilayotgan soqchi punkti Paychesoni taqashqa buyruq tushirdi. Bu soqchi organlari ma'muriy xizmat bilan ta'minlaymiz deyishdi. Amaliyotda siyosiy ko'z qarashlari o'xshash bo'lmagan hukumatdan g'ayri siyosiy qarashga ega kishilarni va shundoq odamlarni qo'g'lab yurib tutush bilan ayblandi. 6-oyning 6-kuni Angliya mundaq ko'rsatdi. Angliya Tashqi ishlar ministrligi Jungoning Angliya turishliq bosh elchixonasiga uqtirish qilib, Angliya bu soqchi idorasiga munosabatli har qanday funksiyalarni qabul qilmaydi. Jungo soqchi idorasi Angliyada har qanday chog'da qurilmasligi va harakat qilmasligi lozim. Fransiya agentligi xabar qilib bunda ko'rsatdi. Angliya, Fransiya, Amerika Jungoning chet ellarda maxfiy soqchi idorasining mavjudligini o'ttirg'i chiqardi. Angliya, Fransiya, Amerika. Mushu davlatlarda chet elda qurilgan Xitoy Paychesi soqchi idorasining mavjudligini o'ttirg'i qo'ydi. Bu to'g'rida Germaniya ham to'xtaldi. Bu to'g'rida Kanada ham to'xtaldi ayni chog'da. Demak, joy-joylarda Xitoyning josuslik organlari ashu soqchi kuchining, ya'ni Paychesonining kuchiga tayanib turib, hozir chet ellarda g'oljirlik qilib o'tdi. Uning nodonligi, bilimsizligi to'pilib kelganda, bu bir muttahamning harakat faoliyatiga aylandi vatandosh. Evvel sen shuni bilib ol. Salohiyating nima? Masalan, Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur jamoati orasida uni xoin, buni inqilobchi deyish salohiyatini kimsan ey? Kishilarni bundan ayirib, bundan deyish kimsan? Bu millatning oldi qilgan ishing nima? To'lagan badaling nima? Kimsan?